Qonuniy nikohda turmagan ota-onadan tug'ilgan bolaga nisbatan otalik belgilash tartibi haqida xabardormisiz? O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 550-sonli qaroriga asosan otalik belgilash tartibi quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Qonuniy nikohda turmagan ota-onaning birgalikdagi bergan arizasi yoki sudning hal qiluv qaroriga asosan fuqarolarning doimiy yoki vaqtincha turar joyidan qat'iy nazar istalgan faqdiyo bo'limi tomonidan amalga oshiriladi. Otalik belgilashda ota-onadan biri ishtirok eta olmagan taqdirda uning imzosi qonunchilikda belgilangan tartibda konsullik muassasasining mas'ul shaxsi, notarius, tibbiyot muassasasi, harbiy qism yoki faqdiyo organining rahbari tomonidan muhr va imzo bilan tasdiqlanadi. Alohida holatlarda bola tug'ilmasdan oldin ham otalik belgilash haqida ariza berishi mumkin. Bunday holatlarda bola tug'ilgunga qadar sanasi va ismi haqidagi ma'lumotlar ko'rsatilmaydi. Otalikni ishonchnoma bo'yicha belgilashga yo'l qo'yilmaydi.